hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma: Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. O'zbek-tojik migrantlar o'rniga Hindiston va Rossiyaga 10 minglab hind migrantlar kelishmoqda. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya prezidentining maxsus vakili Boris Titov TASS agentligi bilan bo'lgan suhbatda hindistonlik mehnat migrantlari juda sifatli ishlashi haqida gapirgan. Uning so'zlariga ko'ra, hindistonlik ishchilarda tavakkalchilik odati yo'q. Ular barcha yo'riqnomalarni qat'iy ravishda bajarishadi. O'rgatilgan va bu ularning Dubayda ish tajribasiga ega bo'lganidan dalolat beradi. Hozirgi vaqtda Tojikiston Rossiya uchun ishchi kuchining asosiy manbai bo'lib qolmoqda. Maxsus vakil MDH mamlakatlaridan kelganlar bilan Rossiya kompaniyalariga hozircha til topishish osonroq ekanini ta'kidladi. O'tgan yilning oxirida Boris Titov 2026-yilda Rossiyaga Hindistondan kamida 40 ming mehnat migranti kelishi mumkinligini aytgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin migrantlar uchun majburiy tibbiy ko'rik qoidalarini kuchaytiruvchi qonunni imzoladi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Avval migrantlar Rossiyaga kirgandan so'ng 90 kun ichida xavfli yuqumli kasalliklar va OV mavjudligini aniqlash hamda giyohvand moddalar iste'moli bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak edi. Yangi qonunga ko'ra bu muddat 30 kungacha qisqartirildi. Shuningdek, qonun mehnat migrantlari va Rossiyada 90 kundan ortiq qolishni rejalashtirayotgan chet el fuqarolari uchun ham har yili qayta tibbiy ko'rikdan o'tishni majburiy etib belgilaydi. Tibbiy tekshiruv natijalari davlat axborot tizimiga kiritiladi. Agar giyohvand moddalar iste'moli xavfli yuqumli kasalliklar yoki OIV aniqlansa, bu haqidagi ma'lumotlar avtomatik ravishda Rossiya Ichki ishlar vazirligiga yuboriladi. Tibbiy ko'rik xarajatlari migrantlarning o'zi yoki ularning ish beruvchilari tomonidan qoplanadi. Bundan tashqari, bunday tekshiruvlarni faqat davlat tomonidan vakolat berilgan tashkilotlar o'tkazishi mumkin. Qo'shimcha qilinishicha, qonun 2026-yil 1-sentyabrdan kuchga kiradi. Shuningdek, Putin tibbiy ko'rikdan o'tishni rad etgan yoki undan bo'yin tovlagan migrantlarga nisbatan 25 ming rubldan 50 ming rublgacha jarima solish hamda ularni mamlakatdan chiqarib yuborish imkoniyatini nazarda tutuvchi qonunni ham imzolagan. Tibbiy tekshiruv qoidalarini buzganlik uchun fuqarolarga 25 ming rubldan 100 ming rublgacha, mansabdor shaxslarga 100 ming rubldan 200 ming rublgacha, yuridik shaxslarga esa 300 ming rubldan 1 million rublgacha jarima qo'llaniladi. MDHga a'zo davlatlar bojxona xizmatlari tranzit tashuvlarni soddalashtirish bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzoladi. Bu haqda Sputnik KZ xabar berdi. Ma'lum qilishicha, ushbu hujjat MDH davlatlari bojxona xizmatlari rahbarlarining kengashi 82-yig'ilishi doirasida imzolangan. Shuningdek, memorandum MDH davlatlarining chegara o'tkazish punktidagi infratuzilma loyihalari bo'yicha axborot almashuvini yo'lga qo'yishga ham imkoniyat berishi qayd etilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinni mamlakatning milliy bayrami Rossiya kuni bilan samimiy muborakbod etdi. Maktubda ushbu sana rus xalqining boy ma'naviy merosi hamda har tomonlama taraqqiyot sari intilishi aks ettirilishi ta'kidlangan. Shuningdek, tabrik xatida bugun mamlakatlar o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalar izchil kengayib, hududlararo gumanitar hamkorlik yangi surat kasb etayotgani qayd etilgan. Yaqinda Sankt-Peterburg shahrida o'tgan oliy darajadagi muzokaralar ikki davlat o'rtasidagi an'anaviy do'stlikni yana ham bir bor tasdiqlaganini bildirilgan. Ishonmaga erishilgan kelishuvlar O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi do'stlik va o'zaro manfaatli hamkorlik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish, mamlakatlarimiz va xalqlarimiz farovonligi yo'lida ko'p qirrali sheriklikning ulkan salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi, deyiladi tabrik xatida. O'zbekistonda Lada avtomobillari yana ishlab chiqarilishi mumkin. Bu haqda kompaniya rahbari Maksim Sokolov Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ma'lum qildi.
Gap asosan Rossiyadan keltiriladigan tayyor detallardan foydalanib Lada Largus Universalni O'zbekistonda eskada usulda yig'ish haqida ketmoqda. Eslatib o'tamiz, 2021-yilda O'zbekistonda Lada VC X-Ray va Largus modellari mahalliy yig'ish tarzida ishlab chiqarilgan edi. Rossiya Ichki ishlar vazirligida sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida migratsiya jarayonlarini kuzatib boradigan yangi tahliliy markaz paydo bo'ladi. Bu haqda Migratsiya xizmati boshlig'i o'rinbosari Kirill Adzinov ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligining yangi bo'linmasi chet el fuqarolarining kelishi mamlakat hayoti va iqtisodiyotiga qanday ta'sir qilishini baholaydi. Shuningdek, mutaxassislar noqonuniy migratsiya kanallarini aniqlash va qoidabuzarliklarni oldini olish uchun kompyuter algoritmlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. Sun'iy intellekt yangiliklar va ijtimoiy tarmoqlarda chet elliklar ishtirokidagi barcha hodisalar haqida ma'lumotlarni mustaqil ravishda izlaydi va to'playdi. Kirill Adzinovning fikricha, ishchi kuchini jalb qilishning eski usuli o'z imkoniyatlarini tugatdi. Migrantlar oqimi stixiyali va nazoratsiz sodir bo'lganda bu katta xavf-xatarlarni yuzaga keltiradi. Ish beruvchilar ko'pincha xodimlarni tayyorlash uchun sarflaydigan mablag'larni yo'qotadilar. Davlat uchun esa xavfsizlikni ta'minlash qiyinlashadi. Vaziyatni o'zgartirish uchun Ichki ishlar vazirligi Mehnat vazirligi bilan birgalikda chet ellik mutaxassislarni tashkiliy ravishda ishga qabul qilish uchun yangi raqamli modelni ishlab chiqmoqda. Bu tizim ikkita rasmiy ro'yxatni, ish beruvchilar reyestri va xorijiy xodimlar reyestrini yaratishga asoslanadi. Sevastopol shahri huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari va politsiya Gagarin tumanidagi universitet yaqinida joylashgan qurilish maydonchasini tekshirishga qaror qildi. Ularning kelishiga hamma ham xursand bo'lmadi. Muhojirlardan biri ozarbayjonlik ishchi ulardan qochaman deb ikkinchi qavatdan sakragan, lekin parvoz muvaffaqiyatsiz tugab, uning oyog'i sindi. Omadsiz qochoqni politsiyachilar ko'tarib olib ketishlariga to'g'ri keldi. Obyektda migratsiya qonunlarini buzgan 14 nafar chet ellik topildi. Ular 2000 rubldan 5000 rublgacha jarimaga tortildi va ba'zilari deport qilinadi. Ko'rib turgan kadrlaringni Moskvaning sentrlaridan biri mana bu yerda alkashlar ichib, mana bo'mishlik qilib yumalab yotibdi. Mana buning ko'tlarigacha ochilib ketibdi. Lekin meni bir narsa hayratga soldiki, mana bu eshikka tashqarida namoz o'qish taqiqlanadi deb yozib qo'yibdi. O'zinikilar Moskvaning sentrlarida ichib-chichib yumalab yotsa bo'laverar ekan, lekin biznikilar namoz o'qisa to'g'ri kelmas ekan. Sizlar nima fikrdasizlar? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Diqqat, tezkor xabar. Moskvada ko'chada namoz o'qish kerak emasligi haqida e'lonlar paydo bo'lmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Bu noqonuniy missionerlik faoliyati uchun ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Ta'kidlash joizki, Rossiyada mehnat migrantlari tomonidan jamoat joylarida namoz o'qilishi tez-tez ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lyapti. Shu sababli musulmonlar tashkilotlari fuqarolarni ibodatlarni faqat masjidlar yoki maxsus ajratilgan joylarda ado etishga chaqirib keladi. Moskvada atigi 2 kun ichida 3 migrant qurilish maydonchalarida halok bo'ldi. Hammasi balandlikdan yiqilish oqibatida yuz bergan. 3-iyun kuni Lobachevskiy ko'chasida 22 yoshli ishchi 30 metr balandlikdan tushib ketdi. Afsuski, yigit tez yordam yetib kelgunga qadar voqea joyida vafot etdi. Undan bir kun avval 2-iyun kuni Verniy ko'chasida yana bir mudhish hodisa yuz bergandi. 20-qavatdan yiqilgan 36 va 37 yoshli ikki erkak darhol hayotdan ko'z yumdi. Hozirda ushbu obyektlarda mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik qoidalariga qanchalik rioya qilingani tekshirilmoqda. Musofir yurtda ishlayotgan barcha vatandoshlarimizdan xavfsizlik texnikasiga befarq bo'lmasliklarini so'raymiz. O'zingizni asrang.